O'zi hayotga bundoq qarasangiz, hamma joyda hisob-kitob borligini ko'rasiz. Doim inson bir narsani evazini, bir narsani qarshiligini kutadi va shuni xohlaydi va shuni talab qiladi. Masalan, ko'chada ketayotgan bir yosh bolani noo'rin bir yosh katta odam bitta ursa, bu yoqdagi odam g'azabi chiqadiki, bu insonni jazolash kerak degan fikrga keladi. Yoki hayotimizdagi har bir narsa inson adolatparvar bo'lganligi uchun bir narsani qarshiligini so'raydi. Ya'ni inson xohlagan ishini qiladi-yu, hisob-kitobsiz qolib ketadi deb o'ylayotgan bo'lsa, demak, marketga kiryapti-da odam hamma narsani olib, hamma narsani yeb, kassa borligini, hisob to'lash kerak ekanligini tushunmayapti. Bunaqa insonlar odatda ahmoq bo'ladi. Aqli rivojlanmagan, aqli noqis insonlar shunaqa fikrlaydi. Chunki hayotda hamma narsa hisob-kitobli. Demak, bir katta hisob bo'lishi kerakki, haqlarga qaytarib berilishi kerak. Bo'lmasam insonlar norozi bo'lib qoladi-yu. O'shaning uchun haqlarga olib beriladi. Urgan uriladi. Tepgan tepiladi, xiyonat qilgan unga yarasha jazo oladi. Hamma narsani hisob-kitob bo'lishi shart. Bo'lmasam insonlarni yashashidan ma'no qolmaydi. Shuning uchun ham mayli hisob bor-ku, hali hisobingni olasan deb qo'yasiz. Bo'lmasam hamma xohlaganini qilib ketaversa, o'rmon hayoti bo'lib qoladi-yu, to'g'rimi? Shuning uchun kimdir haqqini yeb mazza qilgan bo'lsa, shu haqqini olib berilganda uni mazasi xuddi hozirgi kunda inson tush ko'rgandek o'tib ketadi. Hozirgi kunda insonlar bir-biriga xiyonat qilib, bir-birini haqqini yeb, bir-biriga nisbatan nima ifloslik bo'lsa qilayotgan bo'lishi mumkin. Kichkina lazzat uchun. Lekin hisob qilinganda, insonni haqlari olib berilganda, insonni qiladigan ishiga yarasha ta'zirini ko'rganda, haligi lazzat xuddiki tushida ko'rgan lazzatga o'xshab qoladi. Hech narsa emas, xuddiki uni ko'rmagandek. Ya'ni tushdagi narsani hayotimizda his qilmaymiz-ku. Tushda ko'rgan lazzatga o'xshab qoladi. Vaholanki biz u uchun hamma narsani sotgan, oriyatimiz, iffatimiz, hayoyimizni sotgan bo'lamiz. Demak, inson o'ylamasinki, hamma xohlagan ishini qilib ketaveradi. Kim kimga nisbatan nima qilsa qilaveradi deb o'ylamas. Bu bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu mantiqqa teskari narsa.